Assalomu alaykum, hurmatli Jasur Bola kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Katta-kichik bu qadar g'onadan qatorlanib videolarimiz boshlandi. Farg'ona viloyati Yozyamon tumani Yozyamon mol bozori hafta kuniga bugun chorshanba 2026-yil. Sanamiz 15-aprel. Hurmatli bir qator bozorlardan tashrif buyuramiz. Bundan zarisi channel like deb bosib ketaveringlar. Xudo xohlasa sizlarga zo'r like taqdim etamiz. Hozir g'onadan boshlaymiz. Kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, hojijon necha pulga bermayapsiz? Qanchaga bermayapsiz? 14,5 million so'm savdo qilib turishibdi. Bermayapti. Yaxshi. Chiroyli g'onadan. 20,500 ham qo'ydi. Ha, berma. Zeynob ko'rdi. 20,500 ga bermadingiz. Yo'q. Qo'yam mashina qo'yib qo'yam. Yaxshi. Yaxshi, g'onadan chiroyli. Chiroyli g'onadan aka. 20,500 ga yo'q ekan. Berishmabdi ekan. Davom etamiz. Aka necha pulga bermadingiz? 13,5. 13,5 million so'mga shu g'onadan sotilmayapti ekan. Zo'r. Oshtoga necha pul? Qancha deyapsiz? 16. Bozor necha pul berdi? 14 million uchun bozor 16 million kam bor ekan. Bular bir 10 yon beradi. Aka, oqshvet necha pulga bordi? 14,5 ga berishmayapti ekan. Zo'r aka. Bular necha pul jupiga aka? Ketamiz ha. 30 kam bor. Savdosi necha pul ko'ryapti? Beraman. Savdosi 24 deyishdi. Savdosi 24 bo'lyapti ekan. Hozirda. Kelasiz. Aka nomer bormi? 90li. 633 36 oltmish. Nafas ko'rasiz. Asha ham yaxshi bo'ladi. Necha pul bo'lyapti savdolari? Assalomu alaykum. 14,5 bo'lyapti hozirgisi. Yaxshi bo'ladi. 14,5 million so'm savdo qilib turishibdi ekan. Biri 15 yon yerida. Bo'ladi. Qo'shtoq necha pul beryapsiz? Qancha bo'lyapti? Ha, sherigimi. Bu necha pul? 20 kam bor. Savdo bo'lyapti, shuncha xalaqit bermayman. 20 kam bor deyapti. Necha pul bo'lyapti o'shaqa? 21. Qochmasi bu. Qochma bo'ladi 21. Yaxshi. Ana yaxshi ekan, lekin buqaga qo'yildimi-kin bu? Xo'p. Mashina ikkita kuragi bor. Aka bu necha pul bo'ldi? Ha? Siz buloq bo'ldi meni, narxini aytib bo'ldi. Bermayapsiz. Xo'p, bo'ladi. Baraka top. 19 ga sochma. Uzun ekan, karpa. Chiroyli narsa ekan. Ko'chada zo'r. Endi ko'rsatib qo'ygan anqalarni. Ha. Sportchiga ko'rsatib Ha, привозной ekanda. Rossiyadan kelgan. Shuni Pyotr. Nomerimiz nechi? 94li. 232 52 86. Rahmat. Zo'r g'onajilar kiryapti bugun. Ajoyib g'onajilar kiryapti. Xudo xolasa ko'raverasizlar. Bu necha pul bo'ldi? Qo'shma g'onaji 17 million savdo bo'lyapti ekan. Ular 1.25 plus. Hozir savdosi bo'lib turibdi mana, real savdosi. Ha. Mana ayiqchalar. Necha pul bo'lyapti? 20. Zo'r. Rozi bo'ling deydi. Sal qo'rqoqroq ekan. Bu qancha deyapsiz, oshog'a?
Nech pul? 20. So'rashdimi? Bo'zek. Ola nech pul bo'ldi bu? 17 million. 17 million sotilibdi. 1.25 plus. Bo'ladi. Olindimi aka? Qanchaga? 15 ming 200 ga olindi. Ashi bo'ladi. Aka nech bilyapsiz? 16 million kam. Sotmagangiz qancha bo'ldi? 14.800, 13.5 million. 14.800 13.5 million savdo bo'lyapti ekan. Zo'r. Ko'raverasizlar. Yaxshi narsa ekan. Juda yaxshi. Aha. Charchashmi? Xizmatdamiz. Xo'p. Bu qancha? Qanchaga bermaysiz oshog'a? 14 million 300. 14 million 300 ga hozir pul sanab beraman debdi aka. Bu kishi berishmayapti. Bu nech pulga sotildi? Qancha bo'ldi? 16 million 300 ga ketdi. Bular nech puldan aka? Olmayman. Xo'p. Xullas. 100 ga chaqirsangiz pulga chiqaraman deydi-yu. Xo'p. Bu qancha nech pulga bordi? Mana. Qasalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Normal javob bilansiz. Assalomu alaykum. Buqalardan green foodlari bosib chiqdi. Aka, nech pul bo'ldi? Bilmadik. Yaxshi, bo'g'oz aka. Bo'g'oz. Bu qancha nech pul bo'libdi aka sizdanmi? Qanchaga bordi? 20.500 ga sotdi aka. Baraka top. Olgan sotgan baraka topsiz. 20.500 ming so'mga buqa sotilib. Ava. Hop. Buqalar qatoridamiz. Yaxshi buqalar kirgan. Xolos bitta ko'chatlari. Ko'proq yoshlardan ko'rsataman akalar. Semizning narxi aniq. Ko'chatning narxi yo'q-da. Greenfon nech pul bo'ldi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi? 25.5 ga bordi. Bermadi. 25.5 million so'mga sotiladi. Greenfon. Gibrid. 32.5 bo'ldimi? Savdolar bo'lyapti. Aka nech pul savdo bo'lyapti bunga? Ucharimga savdo qilishyapti ekan. Zo'r. Nech pul? Qancha savdo bo'lyapti? Aka? 30 million 300 ming. Savdo bo'lyapti. O burchakda savdo ham bo'lyapti. Savdo ketyapti. Katta buqa. Aka bu nech pulga boribdi? Bilmadingizmi? 2.5 ga sotilibdi. 52.5 million so'mga. Bu galishchamikan bu katta? 4 kurak bo'lsa kerak. Kamida. Kuragini ham ko'rak. 4 ta ekanda. Bo'lmasa buncha semirmaydi galishchilar. Normalde bu narsa 4 kurak ekan. Ammo katta buqa. 52.5 million so'mga sotilibdi. Mana bu qator bozorlardan tasiri bordik. Ray bilan podishkalar bo'laverasizlar.